Assalomu alaykum. Men Akbar Rustam Botirbekevich, ko'krak qafasi jarrohiman. Ko'krak qafasi jarrohligiga bemorlarda kam ish tushganligi sababli bemorlar nisbatan kam, xalqimizda bu to'g'risida ma'lumotlar kam bo'lganligi uchun ozgina tushuntirish berib o'taman. Ko'krak qafasi jarrohligi asosan shu ko'krak qafasini o'rab turgan va ichki a'zolarni o'rganadigan soha hisoblanadi. Bunga qalqonsimon bez, shu bo'yindan boshlab bir boshdan aytadigan bo'lsak, qalqonsimon bez, traxeya, qizilungacha fuks oralig'i a'zolari, yurak, o'pkalar asosan uni o'rab turgan qo'rg'alar, muskullar, qorin bo'shlig'i bilan ko'krak qafasini ajratib turadigan diafragma kasalliklari bilan shug'ullanadigan soha hisoblanadi. Bizda endi asosan bemorlar uchun qiziq bo'lganligi uchun o'pka to'g'risida ko'proq ma'lumot beramiz. O'pka asosan 5 ta bo'lakdan iborat. O'ng tomonda shu 3 ta bo'lak bo'ladi, asosiy bo'laklari, chap tomonda 2 ta bo'lak bo'ladi. Shu bo'laklarni qaysidir bir qismida kasallik bo'lsa, o'sha bir qismini olib tashlash yoki bitta o'pkani to'liq olib tashlash amaliyotlari bajariladi yoki ko'p sonli travmalarda qo'rg'alar singan bo'lsa yoki diafragmadagi grijalar bo'lsa, shularni ko'proq jarrohlik amaliyoti bilan to'g'irlash bilan shug'ullanamiz. Shunaqa holatlar bo'ladi. O'pkani bir qismini olib tashlashga to'g'ri keladi. Bunday amaliyotlarni inshaalloh haligi endoskopik usul bilan ozgina kesib, o'sha ekranga qarab, xalq tilida lazer deyishadi, lazerda operatsiyalarni qilish amaliyotlarini bajaramiz. Bemorlarimiz ko'proq o'sha shifokorda qayerda ishlaganligi yoki qanaqa amaliyotlarni oldin bajarganligi to'g'risida qiziqishadi. Agar nokamtarligi yo'ishmaydigan bo'lsa, shu ma'lumotni berib o'tsam, chet elda 10 yildan oshiq faoliyatimiz mobaynida har yilida taxminan 800 ta 1000 taga yaqin operatsiya o'tkazilgan. Общий hisoblaydigan bo'lsak, taxminan 10 000 taga yaqin operatsiya o'tkazilgan. Endi u holatlarda hammasi ko'krak qafasiga oid operatsiyalar bo'lmagan, chunki politravma bilan kelgan paytda ham ko'krak qafasi, ham qorin bo'shlig'i, ham boshqa sohalardagi boshdagi jarohatlardan operatsiya qilishga to'g'ri kelgan. Taxminan shu 10 000 dan oshiq jarrohlik amaliyotini o'tkazgan biz desak bo'laveradi.